Apartament emas, doma net. Birinchi domni tegida. Ha, ishlamaydi. Bitta gapga tushunmayapsan o'zing. Mani sansira, mani baqir-chaqir qilib tashladilaring, sizlarga o'tmaydi ekani. Siz mani hozir telefonda sansirab tashladingiz. Bemalol siz ham mani sansirab tashladingiz. Men ishdamas, olib borasizlarmi meni deyapman, olib bormayman deyapsan. Nima qilishim kerak? Tapochkiga deyapsan. Men tapochkida yotmayman, opa, meni o'zimda banitsam bor meni. O'sha yerda birinchi ko'rib berish kerakmi? Xo'p, opa, men tapochkida yotmayman men. Meni tapochkiga olmaydi. Men go'rbaynchada yotganman, tekstilni xirurgiyada. O'zing borasan-da. Bo'ldi, boraman. Bo'ldi, boraman. Bo'ldi, boramiz. Pochka olib boramiz. Bo'ldi, boramiz. Bo'ldi, boramiz. Anaqa qilmagin. Bo'ldi, boramiz. Shantajlikda sizlar boshladilaring. Shantajlikda sizlar boshladilaring. Ya shuncha odam ishdan qoldirib. Bo'ldi, siz Yurdivanmiz. Yur ketdik. men yana bir marta aytayapman, meni tekstilni go'rbanitsaga qabul qilib olgan gnoyli xirurgiyada yotibman men. Men o'zimda ishim bilan chiqib keldim, mazam qochdi, yura olmadim, o'shaning uchun sizlarni chaqirdim. Qayerda ko'rsatilgan, opa? Telefon qildik-ku. Xo'p, menga hozir tushuntirdi onadagi doktor, menga tushuntirdi. Menga shunday deb turib aytdi. Men aytdim, bo'pti dedi. Mana men onamni chaqirdim, hozir onam bilan birga boraman. Bo'ldi, onam bilan siz menga telefonda opa qaytasan dedingiz menga. Bor. Ha, men katta ayolman. Bo'ldi, onamdan kichkinadirsiz balkim, to'g'rimi? Yosh qizsan. Xo'p, onamdan. Endi shu sansiragani senga boshqa narsa degani emas. Mana siz, Nima bo'pti? men sizda agar sansirab turman, bir narsa qilaychi, siz nima deysiz? Men hayotda sansiramayman. Bizda urug'-aymog'imizda urf-odatlarimiz boshqacha, maylimi? Mana endi sinimga o'tdingiz, opa, sinimga o'tdingiz endi, to'g'rimi? Sen meni qizim tengisan. Kerak emas unaqa lishni gaplar. Doktor, nima qilaylik? Mashinam keldi. To'xtab tur, gaplashaversin. Og'zim qurib ketyapti. Mazam bo'lmayapti meni o'sha. Tushunib turibman men. Kasal mingta.